Assalomu alaykum. Men Hasan Daratbek. Bugun sizlarga aloqa bot yasashni ko'rsataman. Unda bo'lsa boshlaymiz. Telegramga o'tib olamiz. Mana Daratbek DevBot degan bot yaratib olgan edik. O'tgan darsda mana rasm qo'ydik. Mana Daratbek developer. Assalomu alaykum. Admin mana admin berilgan. Mana about izoh va izoh rasmi berilgan. Bu yerda maxfiylik siyosati ham berilgan. Mana kanalimizda link qo'yib yuborganmiz. Bu yerga guruhga qo'shish, shunday narsalar bor. Mana username ham berilgan. Bunday bo'lsa start bosamiz. Bizga hech nima kelgani yo'q. Ko'rib turibsiz. Endi biz LiveGram botdan foydalanamiz. Buning uchun LiveGram bot. Mana har xil kanal va botlar chiqib keladi. Ichidan biz shu botni tanlab olamiz. LiveGram bot. Mana. Va start bosamiz. Mana bizga shu narsani chiqaradi. Biz bot yo'q deymizda edit botni bosamiz. Bot qo'shish, bot fazilga o'ting va yangi bot yarating debdi. Qanday bot yaratishni ko'rsatib o'tgan mana bu yerda. Mana Telegramda bot fazilga o'ting, ne bot bosing, keyin unga username bering, nom bering deyapti. Bizga bu kerak emas. Men mana kanalimda video dars qilib joylab qo'yganman. Mana Telegramda bot yaratish darsi. Mana kanalimiz no code bepul darslar yozsangiz Telegramda chiqib keladi. Bu yerda esa post bot yaratish darsi bor. Biz LiveGram botga o'tamiz va ochib olgan botimizni topganini yozamiz. Uning uchun bot fazilga o'tamiz. My bot bosamiz. My bot. Bu yerdan Daratbek DevBotni tanlaymiz. IP tokenni bosamiz va nusxalab olamiz. Va LiveGram botga kirib, uni jo'natamiz. Ozroq kutib turamiz. Success omadli bo'lib Daratbek DevBotni ulandi deyapti. Endi Open Bots settings bosamiz. Mana endi botga o'tib olamiz. Mana qaytadan endi start bosadigan bo'lsak, mana hello, you can contact using this bot deyapti. Endi siz bu botdan kontakt sifatida foydalanishingiz mumkin. This bot was made using LiveGram bot. Bu bot yasalgan LiveGram bot orqali deyilyapti. Biz botga o'tamiz va bu yerdan localization bosamiz. Bu yerdan edit language bosib, bu yerdan o'zbekchani tanlaymiz. Bu yerda yana edit message textni bosamiz. Va mana salom, ushbu bot yordamida biz bilan ingliz tilida bog'lanishingiz mumkin. Biz bu narsani assalomu alaykum botimizga xush kelibsiz. Bu botda adminimiz Davlat X01 yoki Davlat Dev bilan bog'lanishingiz mumkin. Endi leksiyalar bilan qilsak chiroyliroq chiqadi. Bu yerda hello ko'pamiz. Bu botda adminimiz degan joyda botni belgisini qo'yib ketamiz. Bu yerda bot keyin admin user 6 chiqarmikan? Mana adminimiz adminimiz emas, adminlarimiz qilamiz yaxshisi.
adminlarimiz, ya'ni bu yerga adminlarimiz qo'llanishingiz mumkin. Endi bu yerga undovni qo'yib qo'yamiz. Kanallarimiz birinchi kanal no code deymizda linkini qo'yib ketamiz. Mana kanal my blog, mening blogim deymiz va bu kanalimni ham linkini qo'yib ketamiz. Bizni kuzatishda davom eting deymizda undov qo'yib qo'yamiz. Bu yerda ham mana buni qo'yib qo'ysak ham bo'ladi. Bizni kuzatishda kanallarimiz degan joydan keyin pastga degan stikerni qo'yib qo'ysak ham bo'ladi. Bu yerdan belgilaymiz. Mana jo'natamiz. Keyingisiga o'tamiz. Endi bunga ham xabar kiritamiz. Mana adminga yubordim. 24 soat ichida javob kelmasa, xabaringizni qayta yozib qoldiring dedik. Xabaringiz bo'lib qopti. Xabaringiz qilamizda bu yerga xabar sani qo'yib qo'yamiz. Maktubingizni mana yubordimdan keyin mana bu yerga va bu yerga admin degan joyga mana bo'ldi. Sevchangiz. Endi botga o'tamiz. Start bosamiz. Mana reklama chiqaryapti menimcha. Yo'q. Ha, aytyapti. So'ng salom desak. Salom deb keldi mana. Bot nimagadir yaxshi ishlamayapti. Ingliz tilini o'chiramiz. Ingliz til deb qo'ygan til. Localizationga o'tamiz. Inglizga o'tamiz. Edit message teksti boyagilarni qo'yamiz yaxshisi. Orqaga o'tamiz, qaytamiz. O'zbekchaga o'tamiz. Edit message bosamiz. Mana birinchisi. Jo'natamiz. Yo'q. Resetni bosamiz. Va bizga faqat shu joy kerak. Obbo. Bo'lmayapti. Eting. Meni olib tashlaymiz yaxshisi. Eting. Mana nusxalaymiz. Va buni biror bir joyga saqlab qo'yishimiz kerak. Saqlangan xabarga tashlab qo'yaman. Save. Endi ikkinchisiga o'tamiz. Bu narsani ham nusxalab tashlab qo'yaman. Save qilamiz. Endi orqaga ketamiz. Inglizchaga o'tamiz. Edit message'ga o'tib, buni birinchi olib nusxalaymiz. Copy text.